tayyormiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? O'zim yana qilaymi yo o'zim. savol berasiz? Savol beraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Ha, bugun Sofra restoranini kim tanlab berdi sizlarga? Endi qaynotamiz odam tanladilar. Biz mehmonmiz. Bugun oilaviy hammamiz yangi yilni nishonlagani, Xivani aylangani, tarix bilan yana ham yaqinroq bo'lgani, aynan Xivaga keldik. Sofra men uchun yangilik emas. Bu yerda 2-3 marotaba mehmon bo'lganmiz. Shuning uchun eng yaxshisi deganda har doim shu yoqqa kelamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Sofrani egasi bo'lganingizda nomini o'zgartirgan bo'lar edingiz. Yo'q, menimcha Sofra o'zini nomiga juda ham mos deb o'ylayman. Juda ham noodatiy, unikal, eshitilishi ham insonni xayolida bittada qoladigan joydek. Misol, "Voy, joy nomi nima edi?" deb o'tirmaysizda. Sofra juda ham chiroyli, haqiqatan ham yaxshi naming bo'lgan deb o'ylayman. Uyda kim ko'proq ovqat pishiradi? Ovqat pishirasizmi siz? Manda juda ham kamdan kam holatda o'zim ovqat pishiraman, lekin Faridani juda ham aynan oshxona dunyosida juda ham talanti kuchli bo'lgani uchun juda ham ko'p uyda eksperimentlar bo'ladi, yangiliklar bo'ladi dunyo oshxonasida. Shuning uchun 95% holatda Farida ovqat tayyorlasa, men misol uchun nonushta tayyorlashim mumkin. Unaqa qiyin bo'lmagan taomlarni tayyorlayman odatda. Shunaqa.